Biz bugun shu bo'z suvda baliq ovladik. Baliq ovi juda ham qiziq o'tdi. Baliq ovida bugun laqqa ushladik. Baliq ovida laqqa ushlaganmiz video davomida ko'rsangiz bo'ladi. Qisqasi mana biz bo'z suvga keldik. Bugun bo'z suvga qarab tashlaymiz endi. Bo'z suv juda ham keng, suv yaxshi oqim, jar qattiq emas. Endi katta joy bo'lgan ekan, polibon baliq bo'ladi. Endi qarab havas tashlaymiz. Hozir o'zi bitta qarab tashlab qo'ydik yana. Endi qolgan qarg'alarni tashlaymiz. Ko'rsanglar yaxshi ko'rsang, katta. Bitta armog'imizga 3 ta cho'lchang ketyapti. Cho'lchang maksimal darajada yaxshi qilinlashi kerak. Baliqni o'ziga jalb qilish uchun. Masalan, uchini ochiq qoldiramiz, yaxshiroq qilinishi uchun. Qarmog'imiz yaxshi. Endi faqat tikamiz bo'ldi. Bu boshqa qarmog'imiz. Buni ham tashlab qo'yamiz. Buni mana shunaqa sayoz hamda oqim bo'lmaydigan yerlarga tashlab qo'yamiz. Qarmog'imizga baliq urganda burish uchun taksi bo'lib olib qo'ydik. Endi ikkinchi qarmog'iga cho'lchanglaymiz. Mana ikkinchi qarmog'im cho'lchanglar bo'ldi. Endi buni tashlaymiz. Qarmoqlar tamiz endi. Mana qarmog'imiz hozircha yaxshi tushdi, yaxshi bo'ldi. Endi buni bog'lab qo'ysak bo'ldi. Jigarlar mana endi 5 tarmoq tashlab qo'ydik. Mana endi 5 tarmoq olib kelgandik, 6-chi qarmoqdan tashlash niyati bor. Chunki joylar hammasi yaxshi ekan. Shuning uchun hozir bu tomonga mana shu tomonga hozir 6-chi qarmoq tashlaymiz yasab. Yaxshilab yashashimiz kerak. U jarib hallikda olib yurganmiz. Oldingi videolar ko'rgan bo'lsanglar, rosa ko'p. Bu perchatki. Poplавок. Bu o'sha legendarniy sun'iy qoshiq balig'imiz. Lekin po'qam nima beri. Bugun natija qilib ko'ramiz, harakat qilib ko'ramiz, natija olishga undan ham, lekin kafolat bo'lmayapti ilinishiga. Bu esa 3 dan 12 gacha bo'lgan kurjoklarimiz, lekin ichida mana 2 ta bor, o'zi ko'p bilan qolmagan. Bu oldin tashlab berganman, bu nimadan oldin. Yaxshi. Gruzlar bor mana. Faqat bizni olganmiz. Endi quymasi yo'q bo'lgandan keyin bolt olganmiz mana shu. Endi hozir mashlardan qarmoq yasaymiz. Mana jilkamiz, endi uni razmerini o'lchaymiz. 1 2 3 4 5 6 salkam 7. Men yana qo'shaman, maksimal 10 qilmoqchiman. Yani 4 metr qo'shsam yetadi. Endi unga men kircho'glaman. Mana kircho'glar bo'lasiz. Kircho'glar. O'tkir. Kirsa ham og'ritadi. Mana kircho'q. Ikkitalik kircho'q qilishimiz ham mumkin, atak. Jigarlar mana ko'rasiz, mana bog'lab oldik. Ko'rasiz, cho'tki bog'landi. Bunaqa professionallar ham bog'lay olmaydi. Gruzlarni aslida yaqin qo'yib yuborsak bo'lmaydi. Taxminan mana men qo'lim qarichi 20 sm bo'lsa, qarmoqdan 20 sm 1 2. 2 bo'lsa shuna sal manaqa. Mana shunaqa yerlar bo'ladi bog'lagani. Mana jigarlar poplавок topib oldik. Endi shakli har xil, baribir muhim baliq shakliga qarab bilinmaydi uni. Bizga aslida shu bolt ko'tarib, oqimda yaxshi yerga olib borib tursa bo'ldi.
Mana bu mashq qoziqni olib, endi qoqib qo'yamiz. Mana baliqni sanqib ketaman endi. Bu yerda ham qo'shaman, aslida bu tepalikka chiqqanda kerak bo'ladi. Ikkinchi videomizda ko'ringan bu narsa inshaalloh. Endi mana shuni qarmoqni oxirini mashinaga ulab, короче, qisqasi qarmoqni men niyatim nariga o'tga uchirish. Chunki bu betdan aslida baliq nariga o'tdi deb o'ylayman. Qani men oyog'im kirib qoldi, endi otamiz buni, ana. Bismillah. Oy. Yaxshi ushdi, yaxshi. O'ta yaxshi ushdi. Ko'rabsan, qarmoq qoqyapti. Demak, qo'ysin endi o'tamiz buni qanaqa qayerga topishni. Jigarlar mana salkam soat 1 bo'ldi, hali bir baliq qilinadi. Endi obedda polniros baliqlar shu tubida bo'ladi. Endi mana do'ngarmoqlarni tashlaymiz. Ikkita do'ngarmoq hozir. Endi ketdik do'ngarmoq ichimiz. Jigarlar mana do'ngarmoq tashlaymiz. Ketdi. Ye, o'xshamadi. Parod bo'ldi. Qarmog'imiz yaxshi tushdi do'nka, hozir obedda. Shunaqa yerlarda yaxshi. Yerlar mana baliq olganmiz uni ilon turibdi. Ye, kirib ketdi suvoqsiga bo'ldi. Yerlar to'ta qarmog'imizga obed bo'ldi mana. Qarmoqni baliqlinga o'xshagan asfalt qo'yamiz. Boramiz endi shu tomonga. Kichkina laqa. Kichkina laqaning hozir. Kichkina laqa ushladik. Yomon emas, yaxshi bo'ladi. Qaranglar buni, naqd ko'zidan kiribdi, ko'zidan. Buni ko'rib odam joni ochiydi-yu, gap yo'q. Mana. Nima qilamiz? Baliq qo'yib yuboramiz deb. Hazillashdim, baliq qo'yib yuboring deb. Yog'ochga lo'ng qoldi, hozir tortilmayapti, to'g'risini aytsam, mana shunisi. O'zi qarmoqlar ham rasaga buzilyapti, boshqa narsalar ko'p. Endi kimdir atirab tashlamagan, to'g'ri, tabiatga. Endi nima qilamiz? Degan tortib olamiz buni. Qarmoqimiz yo'q bo'ldi. Mana o'zi soat 2 ga qarab ketyapti. Biz obed qilish boshladik mana. Bugun pomidor, bodrin, non, ko'rishgan idak suv. Bugun obedimiz shunaqa bo'ladi. Hozircha bitta natija bor. Laqa baliq. Ketdi. To'ta qarmoqimiz biron bir narsa girin qo'ygan o'xshaydi. Hozir bir narsa qilib parvoz harakat qilamiz. Qarmoqimiz qo'yapti lekin. Masih baliq bormi? Ko'ramiz hozir. Chiqmadi. Ovimiz endi tugadi. Bugun olib tutganmiz. Hozir bitta kichkina laqa ushladik bunga ovda. Mana shunaqa bitta kichkina laqa ushladik. Endi buni biz qo'yib yuboramiz. Kichkina hali katta bo'lsin. Katta bo'lgan albatta buni ushlaymiz. Balimiz ketdi. Bugun ov yaxshi bo'ldi.